ismim Sayyora, 61 yoshdaman. Meni mana shu yerga yetaklab kelgan inson sababchi bo'lgan Mohira bo'ladigan bo'lsa, Mohirani apkasi shu nimada guruhimizda ekan, Mahfuzaxonni nimalari bilan, yaxshiliklari bilan Mastroxonni yoniga keldim. Mastroxonni yaxshi maslahatlarni oldim. Mana shu Mastroxonni yaxshi maslahatlari orqali men Herbalife mahsulotiga iste'molga o'tirdim. Xudoga behisob shukr. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilganimdan buyoqqa nima deydi? Nechinchi kunligi? 11 kun bo'ldi. 11 kun bo'ldi. Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Natijam zo'r. A'lo desam ham bo'laveradi. Qachon sezdingiz? Qarang, 2 kun oldin mashq qilardim. Hozir Sababi chunki har kuni yelkam singan oqibatida sakrolmas edim. Даже paylarim qotib qoluvdi. Bemalol hozir mashqlar qilyapman. Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Mastroxon farzandlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa, yaxshi niyatda kelgan edim yoniga, yaxshi natijalarga ega bo'ldim. Avvalasi Herbalife mahsulotlarini iste'mol qiling. Men unga hech qachon rad qilmayman. Mana maslahat uyimiz bor. Maslahat uyiga kelinglar, maslahatlashinglar. Yomon maslahat bermaydi mana shu Mastroxon. Omon bo'lsin, qiynalib ketmadingizmi mahsulotlar bilan? Yo'q. Unaqa qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Oson, tayyorlashlari ham oson, ichishlari ham nima deydi? Ta'mi yoqdimi? Ta'mlari ham yaxshi, mazasi yaxshi, juda ham odamga yoqimli. Behuzur qilmaydi. Qarang, ovqat munchagina ovqat yesam ham amiz ichardim, rinni ichardim. Jig'ildarim qaynardi, oshqozonim hazm yaxshi emas edi. Hozir Xudoga shukr, mana 11 kun bo'lgan bo'lsa, bitta ham dori ichayotganim yo'q. Xudoga behisob shukr uning uchun Mastroga rahmat. Meni uchrashtirdi Allohimga behisob shukr avvalasi. Mana shunday insonga meni yo'liqtirganiga. Yana bir marta taklif qilaman. Kimki mana shu videoni ko'rayotgan insonlarga taklifim, Herbalife mahsulotini iching va rohatda yashang. Mehrli yurak 3 kun 4 kun ichida natija olib, o'zlarini nima deydi? Eng yaqin yo'qotishni istamagan insonlarini taklif qilib, ular mahsulotga. Siz bir martada nimanidir sezdingizmi? Nimani o'zgardi? Nima sezdingiz? Masalan, menda ham Tanishtiring o'zingizni. Ismingiz, yoshingiz? Men Ra'moman. Yoshim 53 da. Men ham shu ovqatlangandan keyin kekirardim. Ichimdan bo'lardi. Hozir shu mahsulotlarni ichgandan keyin unaqa noxusham unaqalar yo'q. Necha marta ichdingiz? Necha martada qaror qildingiz bo'lishga? 3 kun ichdim. 3 kunda yaxshi natijasini ko'rdik. Hozir o'zlariga zakaz qilib, o'sha uyda mazza qilib to'kib chochib ichishi o'zlari xohladilar, chunki yaqinlariga ulash mehrli yuraklar. O'sha hozir yaqinlarini hisoblayaptilar, kimga yordam berish kerak. Odam natija ko'rganda albatta qiladi. Hammaga tavsiya qilaman. Og'zidan ovqat suv o'tayotgan jamiki, na yoshi, na jinsi farqi yo'q. Hammaga yordam. Bu ovqat hamma 45 yildan beri sinovdan o'tgan ovqat. Mana shu narsa taqiqlangan deyilgan narsani o'zi yo'q. Masalan, bemalol iste'mol qilaverasiz, bemalol xotirjam o'zingizni taomingizni ham yeyaverasiz. Eng oson, eng arzon to'g'ri ovqatlanish. Shuning uchun hammaga tavsiya qilamiz. Natijalar ham foydali. Foydali. Allohim xayr qilsin.